Xola shu 80 yoshingizda mana kecha 90 terdim dedingizmi? 83 kilo terdim. 83 kilo teribsiz. Shu pulni nima qilasiz to'g'risini ayting. Voy o'rgilay. Paxtanimi, pullimi? Nevarangizga Nevara o'qiyapti Toshkentda. Katta yordam beraman. ana. Qolganini nima qilasiz? Qolganning endi shu ro'zg'or. Joni zamon. Faqat shu nevaralaringizga qand qursa olib o'tkazib yuborsangiz kerak, hamma pulingizni tugatib yuborsangiz kerak. Endi boraman. O'shalardan boshqa nimamiz bor bo'lamiz? Xalqimiz tinch bo'lsin, to'ylar bo'lsin, to'ylarga boraman, konsertlarga boraman. Konsertga ham borasizmi? Konsertga ham boraman, manilaga, rayonga keladi. Gap. Qaysi artistni yaxshi ko'rasiz? Endi hammalarini ham yaxshi ko'raman, Ozodlikni yaxshi ko'raman, Yulduz Usmonovani yaxshi ko'raman. Ozodbekka bitta bilet olib beraymi konsertiga? Voy o'rgilay. Aynan rahmat shunchalik desanglar. Olib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Hech ham charchamang. Aytganingiz